Assalomu alaykum. Mana yana bitta semishga qo'yganmiz buni. Hozir yaxshi tortmay qoldi degan deb aytdi-da. Vakuumni yaxshi tortmay qoldi degan. O'zlari mana uni ustinovga qilib olgan. Siklonni. Bu siklon bo'lmaydi. Bu siklon bo'lmaydi. Hech qachon havoni chiqib ketish bo'lmagandan keyin so'rish ham bo'lmaydi pastdan. Hozir shamol ichkarida bu yoqda aylanib yotibdi. U to'sib qo'ygan shamol manitda aylanib yotibdi. Hech qanaqa so'rish bo'lmayapti. Effekt kam, bor kam. Xullas shunaqa narsa. Agar xuddi shu elevatordan zakaz qilmoqchi bo'lsalaring, mana shu nomerga chiqasizlar. Bu 30 millionligi. Endi 32 million shunaqa chiqadi bundan buyog'iga xudo xolasa. Chunki общий motor, metal ko'p detallar oshib ketyapti. O'shaning sababi shunaqa bo'lyapti. Semishga sexdamiz hozir. Bu bo'lmaydi bu. Ularning apparati bor edi, eski o'shani qo'yibdi. Bo'lmaydi deganni bari qo'yibdi. Olib tashlaydi, ishlatadi endi. Biz aytganda ishlatsa zo'r ishlaydi apparat. Biz bu narsani spitanatsiya qilib qo'yganmiz. Qarshilik bo'ladi past. Mana pastga o'rab tashlagan mana. Bu yerdan havo chiqmaydi desachon, tepada teshigi bor. Bu yerda ichida siklon bor-da, buni ichida. Ulitkaga o'xshagan narsa. Havoni pastga urib yuboradi. Tepaga emas, pastga urib yuboradi. O'shaning sababiga pastga urilayotgan havo qaytib orqaga kirib ketyapti.